Uzun market, Yandex market, mana bu yog'i Wildberrieslar kirib kelsa, bozor holati qanaqa o'zgaradi? Ya'ni bozor bo'sh hali. Hali bozor bo'sh. Parallelni ishlash qulay. Lekin Yandexdan boshlagan yaxshi. Uzun marketga nisbatan Yandex marketni marketing kuchli deb o'ylayman. Yandexda kuchli taraflar ko'p, lekin opit kerak, bilim kerak va shu sohani o'rganish kerak deb o'ylayman. Oddiy qilib aytganda, kamroq xarajat va to'g'ri yo'naltirilgan marketing. Sotuvchi uchun. Do'konlar O'zbekistonda kontent ko'p ishlab chiqarmaydi. Yevropada, Rossiyada, Amerikada tinmasdan kontent ishlab chiqaradi va bu narsa onlayn sotuvni oshiradi. Assalomu alaykum hammaga. Bizani kuzatib kelayotgan obunachilar. Meni ismim Xayrulayev Sarvar. O'zim ochilganidan beri Uzun marketda savdo qilib kelaman. Hozirgi paytda bir nechta faol savdo qilib kelayotgan do'konlar egasi va Qadam Education'da shu Uzun marketda savdo qilish bo'yicha sir asrorlarni уже 1,5 yildan beri o'rgatib kelyapmiz. Bugun Muhammad, ya'ni bizani o'quv markazida ishlab kelayotgan Yandex bo'yicha, Uzun bo'yicha darsda o'tayotgan sherigim bilan sizlarga mavzularni yoritib berish va foydali bir suhbat qurishga harakat qilamiz. Xo'p, O'zbekistonda marketplace'larni faoliyati qanaqa ketyapti, raqobat qanaqa kuchaygan va bir nechta marketplace'lar kirayotgani haqida gaplashamiz. Demak, hozir O'zbekistonda bir necha marketplace'lar kirdi va bu bozorga qanchalik ta'sir qildi? Nima deb o'ylaysiz, Muhammad? Uzun market, Yandex market, mana bu yog'i Wildberrieslar kirib kelsa, bozor holati qanaqa o'zgaradi? Yaxshi savol, albatta. Hali O'zbekistonda elektron tijorat bo'yicha bozor bo'sh. Birinchilardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu Uzun market boshlab berdi albatta. Va keyinchalik mana Yandex market va Wildberries ham kirib kelyapti. Bu albatta raqobatni kuchayishi bo'ladi, ya'ni marketplace orasida. Bu bizni sotuvchilarga juda ham yaxshi imkoniyat. Haqiqatan biz faqat bitta platformaga qarab qolmasdan boshqa platformalarda ham savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu bizga savdolarimizni 2x ga oshirishga, ya'ni karra o'sishga albatta yordam beradi. To'g'ri, men ham bu fikrga qo'shilaman, Muhammad. Bundan tashqari yana bitta asosiy faktor ham bor. Ya'ni raqobat faqatgina bitta platformaning ichidagi sotuvchilar orasida emas, уже platformalar ham bir-biri bilan raqobat qilsa, albatta bu narsa sotuvchilarga ham, klientlarga ham yangi imkoniyatlar ochib beradi. Misol uchun hozir ko'rib turibmiz, mana Yandex tinmasdan reklama beryapti va tinmasdan klientlarga o'sha kerakli chegirmalarni beryapti, sotuvchilarga qulayliklar ochib beryapti. Bu narsa O'zbekistonda siz aytganingizdek e-commerce rivojlanmagan sohani rivojlanib ketishiga katta ta'sir qilyapti. Albatta, shunaqa haqiqatda mana Yandex o'zini marketing strategiyalari orqali kirib keldi. Yandexda asosan ko'pchilik ishlatadi ilovasini, ya'ni o'sha Yandex Go. Bu menimcha o'ylayapman, marketing tomonlama yana ham rivojlanish kutilyapti, chunki hozirda hammada Yandex Go ilovasi bor va o'sha orqali Yandex marketga qo'ygan mahsulotlar hamma ilovalarida chiqib kelyapti. Ya'ni o'sha Yandex yetkazib berish, o'sha undan tashqari oddiy ob-havo ilovalarida ham mahsulotlar chiqishi kutilyapti. Xo'p, yaxshi mavzuni ko'tariz. Yandexda misol uchun super app hisoblanadi, Yandex Go ilovasi. Uning ichida hamma ilovalarni yig'ib tashlagan. Ya'ni bu yoqda taksi ham bor, bu yoqda dostavka ham bor, bu yoqda yeday ham bor, lavka ham bor va marketlar bor. Endi ba'zi mijozlarning orasida shunaqa fikrlar ham orada tug'ilib qoladi. Men ham shu narsaga o'zim fikrimni bildiraman, sizning ham fikringiz qiziq bo'lib qoldi. Aynan super app sifatida foydalanish mijozlarga qanaqadir noqulaylik tug'dirar ekan. Ya'ni ular bitta joydan ham tovarni sotib olish, ham misol uchun taksi chaqirish noqulay. Shuning uchun alohida ilova bo'lsa yaxshi edi degan fikr berishadi. Lekin misol uchun marketing tomonlama, undan tashqari sotuv tomonlama, qamrov jihatdan ham bu narsa juda ham qulay kompaniyaga va sotuvchilarga ham bu albatta qulay. Shunga sizni fikringiz qanaqa? Bu gapingiz haqiqatan rost, ya'ni bu ozgina noqulaylik tug'diradi xaridorlarga nisbatan, lekin kompaniya tomonlama marketingga zo'r ishlaydi. Menimcha o'ylayapman, o'sha boshlang'ich hozirgi kunda, ya'ni klientlarni jalb qilib olish uchun bitta ilovaga joylashtirishgan, lekin alohida ilova qilib olib chiqish rejalashtiryapti bu bo'yicha. Demak, bor yo'nalishlar. Albatta, ya'ni bu orqali xaridorlarga ham qulay bo'ladi ekan. Xuddi o'sha Uzun marketga o'xshab alohida ilova qilib olib chiqishadi albatta. Mana Sarvar aka, Uzun marketda Yandex market savdo qilib kelasiz. Sizningcha qaysi platformada savdo qilgan yaxshiroq? Ustun tomonlari nima deb o'ylaysiz? Yaxshi savol.
chista platforma tarafdan oladigan bo'lsak, qulaylik taraflama albatta baribir Yandex o'zib ketyapti. Ya'ni uni ichidagi funksionali, ishlatishi, kartochkalar yasash yoki uni ichiga operatsion ketadigan vaqtlaringiz ancha aqlli va unumli taraflama tuzilgan. Ya'ni platformada ishlash sotuvchi uchun maksimal qulay. Mijoz uchun ham boshqa tarafdan maksimal qulaychilik bor mahsulotlarni xarid qilishga. Endi daromad jihatdan yoki bo'lmasam o'sha biznes taraflama qaraydigan bo'lsak, albatta hozir Yandexda savdo aylanmasi bo'lyapti, sekin-sekin oshib boryapti. Umumiy ob'yomda baribir Uzum oldinda bo'lsa ham, u oldinroq shu bozorga kirib moslashgani hisobidan albatta, lekin Yandexda ham potensiali juda katta. Yangi sotuvchi yoki eski sotuvchi orasida shu savol tashalsa, men aytgan bo'lardimki, yangi sotuvchiga yaxshiroq Yandex Market. Lekin oldindan savdo qilib kelayotgan sotuvchilar baribir Uzum Marketda daromad qilib, Yandexda ham rivojlantirib boryapti, parallelni ishlash qulay. Albatta. Agar yangi bo'lsa, unda Yandex Marketdan boshlashyapti ko'pchilik. Ya'ni o'sha Yandex Marketdan boshlash yaxshiroq demoqchisiz. Albatta. Yangi sotuvchi uchun raqobatga chidash va boshqa masalalarni hisobga olgan holatda Yandexda yangi bozor va yangi mijozlar va liderlar hali belgilanmagan. Ya'ni bozor bo'sh hali. Hali bozor bo'sh. Lekin baribir ham ikkita marketplace ham o'zini o'rniga ega, bunga hech qanaqa shubha yo'q. Ikkovida ham bemalol savdo qilsa bo'ladi. Bittasini tanlashga imkoniyat bo'lsa, yangi sotuvchida unda Yandexdan boshlagan yaxshi. Albatta gapingiz to'g'ri. Mana Yandex Marketda ish boshlagan yaxshi, boshlang'ich etapda, chunki u yerda konkurentlar kam. Albatta va tovar assortimentlari ham kam. Siz bemalol yangi turdagi mahsulotlarni va trenddagi mahsulotlarni ham bemalol olib kirishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa. Bitta tomoni bor, mana Yandex Marketda Uzum Marketga nisbatan menga yoqadigan tomoni asosan bu pul chiqarishda. Mana biladigan bo'lsangiz, Uzum Marketda 10 kunda pulingizni tushirib beradi. Отсрочка 10 kunlik. Shunaqa. Lekin Yandex Marketda misol uchun buni tanlash huquqingiz bor. O'sha xohlasangiz har kun yoki bo'lmasa 2 haftada bir marotaba yoki 1 oyda bir marotaba bemalol tanlash huquqingiz bor albatta. Biznesda men o'ylayman, pul aylanishi va pul kelishi tezroq bo'lishi kerak imkoniyatlar. Albatta, pul qon degani. Shunaqa, albatta. O'shani hisobiga Yandex Marketning ustun tomoni, menga yoqqan tomoni o'sha. Ya'ni agar Uzumda ham bu narsani qilishadigan bo'lsa, menimcha yana ham yaxshi natijalar bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. Endi to'g'ri, bu masala albatta Uzum o'zi katta platforma va любой marketplace katta biznes bo'lsa, uning ichidagi sotuvchilar ham alohida o'zini deylik ro'zg'ori yoki o'sha biznesi oboroti aylanishi kerak. Albatta. Lekin baribir ham o'sha oborotlar katta platformada, ya'ni Yandex bo'ladimi, Uzum bo'ladimi, ularni oborotiga bog'liq bu narsa. Men o'zimning fikrim bo'yicha Uzumning ham oborotlari, ya'ni kompaniya sifatida oborotlari oshganidan keyin menimcha bu narsani falni imkoni bor. Chunki Uzum vaqtida yetkazib berib bilsa pulni, bemalol bir kunda ham, 3 kunda ham, bir haftada ham pulni tashlab berib biladi. Lekin boya aytgan masalangiz bu yoqda, ya'ni fintech yo'nalishi bo'yicha, misol uchun, baribir ham Yandexda kuchli taraflar ko'p. Ya'ni ular o'zini ushbu servisini bir qismini, sizga yoqqan qismini tangal boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, pullayapti. Ya'ni ular foiz qo'yib qo'ygan. Ya'ni o'zingiz pulingizni o'zingiz yechib olishingiz uchun ham siz Yandexga pul to'layapsiz. Undan tashqari siz o'sha pulni bank orqali o'zingizni hisob raqamingizga ko'chirganingizda ham baribir periodlarda foizlar bor. Bularni ham baribir hisobga olib qo'yish kerak. Albatta. Endi komissiya xarajatlari bor albatta, marketplace olib qoladigan komissiya xarajatlari. Bu bo'yicha fikringiz qanday? Uzum va Yandexda komissiya xarajatlari qanchalik darajada bir-biridan farq qiladi? To'g'ri, bu narsa komissiya foizlari umuman olganda platformaga qarab o'zgarmayapti deyarli. Ya'ni Uzum bilan Yandexda komissiya foizlari deyarli bir xil, ozgina farq qilmasa agar. Lekin shunaqa qiziq joyi borki, marketplacelar qanchalik ko'payib borsa, bir-biri bilan raqobat qilgandan keyin komissiya foizlari o'zgaryapti. Mana hozir misol uchun Uzum Marketda komissiya foizlari belgilangan ko'rsatkichlarda va ba'zi kategoriyalarda tushdi. Nimaga? Sabab birinchi o'rinda baribir aksiya, ya'ni hozirgi noyabr yoki qishki mavsumda mahsulotlar ko'pincha aksiyaga tushirilyapti, katta ob'yomlarga olib chiqilyapti va o'shaning orqasidan komissiya foizini kamaytirsa ham bemalol qoplaydigan holatga yetib kelyapti. Va bu narsa borgan sari yana ham qulaylashib boradi meni nazarimda. Va yana bitta narsani bilib qolishlarini xohlardim.
uzumda oldingi tizim bo'yicha komissiya foizlar tovarni qiymatidan belgilangan foiz olinardi. Ya'ni siz 100 ming so'mlik mahsulot sotsangiz, 100 ming so'mga deylik n foiz, ya'ni n deganda 20% bo'lishi mumkin, 18%. Va siz 1 millionlik tovar sotsangiz, unda sal kamroq, deylik 12% komissiya to'lardingiz. Hozir esa u narsa qiymatga qarab emas, u narsa mahsulotingiz yo'nalishiga qarab belgilanyapti va bu butkul to'g'ri podxod deb o'ylayman komissiyalar bo'yicha. Albatta, mana Yandex Market, Uzum Market yoki boshqa marketplace'lar kirib kelgani uchun, ya'ni o'sha kirib kelgan hisobiga imkon qadar marketplace'da sotuvchilarni jalb qilishga va ushlab qolishga harakat qiladi. Bu bizning foydamizga. Qanchalik bizda o'sha foiz kamroq bo'ladigan bo'lsa, albatta bizda daromad foydamiz yuqori hisoblanadi. To'ppa-to'g'ri. Yandex Market mana hali to'liq ishga tushmagan. Mana Uzum Marketga qaraydigan bo'lsak, aksiyalar taqvimi, boost reklamalari yoki umuman boshqa mahsulotimizni savdosini oshirish uchun instrumentlar bor. Hali Yandexda bunaqa holat bo'lmadi, ya'ni hali rivojlanmadi. Menimcha o'ylayapman, Yandex Market ham rivojlanadi, chunki mana Rossiyada asosan Yandex Metrika yoki Yandex Direct instrumentlari bor, o'sha tahlil qilish uchun va undan tashqari o'sha savdolarni oshirish uchun instrumentlar bor. Endi siz hozirgi sharoitda, hozirgi holatida Yandexda mahsulot sotuv qanday deb o'ylaysiz? Ya'ni o'sha instrumentlardan foydalanmagan holatda. Xo'p, endi o'zi onlayn savdo baribir analizga borib tayanadi. Buni boshqacha imkoni ham yo'q. Chunki siz bozorda savdo qilsangiz, o'tgan yili sotgan narsangizdan xulosa qilib mavsumiy tovar olib kirishingiz mumkin. Lekin o'sha baza bo'lmasa-chi degan savol tug'iladi. Ya'ni aytganingizdek, analitik servislar yoki reklama uchun kerakli instrumentlar bo'lmasa, unda Yandexda aynan hozirgi holatda Yandex o'zi berayotgan reklamalardan kelayotgan potoklar, sizni analizingizni ham, reklama instrumentlaridan foydalanishingizni ham ehtiyojini kamaytiryapti. Meni fikrim bo'yicha va undan tashqari keyinchalik bu instrumentlarni qo'shish platformaning o'ziga ham foydali. Ya'ni xo'p, sotuvchi undan foydalanib o'zining sotuvini oshiradi. Lekin o'sha siz to'layotgan tovarni prodvijeniyasi uchun yoki reklamasi, analizi uchun to'layotgan to'lovlar baribir platformaga tushum hisoblanadi. Bu albatta любой platformada o'zi naturalni bo'lish kerak va buni olib kiradi Yandex, meni fikrim bo'yicha. Bunga hech qanaqa shubha yo'q. Umuman olib qarasak, o'zi Yandexning sivilizatsiyasi qanaqa ketyapti? O'zbekistonda boshida bozorda nima yo'q edi? Yandex Rossiyani o'sha tashkiloti bo'lsa, O'zbekiston bozori analiz qildi va qaradiki, O'zbekistonda hamma haligacha bu 10 yillar oldingi gap baribir. Hamma haligacha qo'lni ko'tarib yo'ldan taksi to'xtatadi yoki bo'lmasam o'sha pitaklarga borib taksilar gaplashishardi. Qarasa, shu onlayn taksi zakaz qilish yo'nalishi bo'sh va sivilizatsiya shundan boshlandiki, aynan Yandexni O'zbekistonga kirish etaplari shundan boshlandiki, O'zbekistonga yaxshi taksi zakaz qiladigan ilova yo'q edi. Shundan kirdi. Keyinchalik Yandex Yeda, ya'ni ovqat dastavka qilish yo'nalishida, keyinchalik mana hozir Yandex Market orqali o'zi umuman qarasak, Yandex oilasiga, Yandexlar oilasi deyiladi o'zi Rossiyada 40 dan oshiq tashkilotlar, yo'nalishlari bor o'zi. Albatta. Ularni meni fikrim etap-etap baribir olib kelishga to'g'ri keladi. Chunki mana o'zim ham misol uchun hozirgi paytda 7 ta yo'nalishlari bo'lsa, har bir yo'nalishdagi qilinayotgan ishlar bir-biriga bog'liq va bir-birini to'ldirib boryapti. Misol uchun nasiya siz savdoyingizni 50-60% deyarli hozir tashkil qiladi nasiya. Va uni o'zini tashkiloti, o'zini holdingini ichiga kiradigan qanaqadir tashkilot yo'lga qo'yib bermasa, u marketplace uchun juda ham katta muammolarga olib keladi va sotuvchilarga ham katta problemalar tug'diradi deb o'ylayman. Shuni orqasidan Yandex ham sekin-astalik bilan bo'lib to'lash, reklama qilish instrumentlari, undan tashqari analiz qilish instrumentlarini qo'shib boryapti va o'sha aynan O'zbekistonni ekologiyasi, mijozlari, narx-navolariga moslashib kelyapti. Shunday, haqiqatan. Yandex Rossiyani bozoridan O'zbekistonga kirib oldi va O'zbekiston sotuvchilari savdo qilganidan keyin bir ora bizani keysda, ya'ni o'quvchimiz keysida bitta holat ko'rindi. Ya'ni qanaqa? U offline yo'nalishda ham ishlaydi va onlayn ham ishlaydi va Uzum Marketga qo'ygan tovarlari sotilyapti, yo'lga tushgan va bir paytda o'zida u ishlab chiqarishidan mahsulotlarni SNG davlatlariga
chiqarmoqchi bo'ldi va bu orada baribir O'zbekistonda yetakchi yo'nalishlar bor. Bu narsa inkor qilib bo'lmaydi. Misol uchun elektronikada baribir biz hali Xitoyga yeta olmaymiz. Bu narsa bor narsa, bu narsani yashirib bo'lmaydi. Lekin bu degani biz rivojlanmasligimiz kerak, u sohalarda ishlamasligimiz kerak. Bo'ldi, tamg'a qo'yildi degani emas. Men har doim shuni tarafdormanki, soha rivojlanadi qachonki u sohaga kirib borib, o'sha sohani mutaxassisi ko'payib borsa va o'sha yo'nalishda bizneslar rivojlanib borsa. Albatta rivojlanish birdaniga, misol uchun yosh bolani ham deylik, xo'p, 25 yoshli voyaga yetgan sportchini oldiga bitta yosh bolani keltirib qo'ysangiz ham, u qiynalib qoladi yoki даже belini ham sindirib qo'yadi kerak bo'lsa. Joyi kelsa, shuning uchun o'ylaymanki, etap-etap chiqqan to'g'riroq va Yandex hozir O'zbekistonga kirgan sistemasi eng to'g'ri yo'nalish deb o'ylayman. Endi ko'ramiz, Wildberries, Ozon qanaqa ko'rinishda va O'zbekistonda qanaqa o'rinlarni egallab oladi. Chunki уже bozor rivojlanganidan keyin sekin-asta o'ringa ajraladi. Hali-haligacha Rossiyada har doim har 2-3 ta mavzudan bittasi bu Wildberries yaxshimi yoki Ozon yaxshimi? Wildberriesda zo'rmi, Ozonda zo'rmi degan savol har doim bor. Bizda esa hozir sekin-astalik bilan Uzum yaxshimi, Yandex yaxshimi degan savol ko'tarilib aktual bo'lib boryapti. Bu narsa tabiiy. Mana boya aytib o'tdingiz, o'sha Rossiyada Ozon yaxshimi, Wildberriesmi degan savollar ko'p bo'ladi deyapsiz. Xo'p, haqiqatdan o'zi bunday o'ylab qaraydigan bo'lsak, Yandex Market Rossiyada zo'r emas. Ya'ni o'sha Ozon yoki Wildberriesni yoniga chiqa olmagan. O'shani hisobiga siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekistondagi holatda Yandex Market rivojlana oladimi? Endi toza Rossiyani hisobidan oladigan bo'lsak, o'zi biznes shaklini bir chuqurroq analiz qiladigan bo'lsak, Yandex asosiy daromadlari va boshqa narsalarni aynan faqatgina marketplace'dan olish bilan shug'ullanmaydi. Ya'ni uni ekosistemasi asosan IT produktlar chiqarish va servislar ko'rsatish. Ya'ni oddiygina deylik taksi chaqirish ilovasi. Bu hech qanaqa produkt sotilmayapti. Bu yoqda servis maqsadi. Va marketplace'lar o'ziga strategiya tuzib oladi. Deylik Ozon yoki Wildberriesda bor ichki ilovalari bir nechta yo'nalishlarda bor, lekin uni ekosistemasi aynan servis yo'nalishiga qurilmagan. Va shuni hisobidan ham men o'ylaymanki, Yandex bilan Wildberries, Ozonni solishtirish salgina o'rinli emas deb o'ylayman. Ularning o'zini yo'nalishi, asosiy daromad olib keladigan sohalari bor. Yandexda o'zini asosiy daromad olib keladigan sohalar bor. Misol uchun Wildberriesda taksi yo'q yoki ovqat dastavka qilish yo'q yoki bo'lmasam o'sha produktda yetkazib berish yo'q, oziq-ovqat mahsulot. Ya'ni uni asosiy fokusi o'sha mahsulot sotishda. Fokus har joyda bo'lishi mumkin, lekin baribir ham o'sha kompaniyani rivoji va bozor qamroviga u narsa to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Misol uchun, meni fikrim, Uzum marketga nisbatan Yandex marketni marketing kuchli deb o'ylayman. Misol uchun mana hozirda oddiy har bitta Yandex Go ilovasi bor odamda maxsus promokod berib qo'ygan. O'sha promokodga kimdir taklif qila olsa, o'ziga maxsus o'sha Yandex Plus ballarni qo'shib beradi. Bu oddiy qilib aytganda kamroq xarajat va to'g'ri yo'naltirilgan marketing. Sotuvchi uchun zo'r ishlaydi bu narsa. Sotuvchi uchun zo'r ishlaydi, albatta. Endi bunga baribir sabablar ham bor. Misol uchun bitta joyda yashab qolish uchun agar o'sha joyda misol bozor shakllanib bo'lgan yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir darajada hech bo'lmasa vaziyat paydo bo'lgandan keyin siz unga moslashish uchun yangi podxodlar qilishingizga to'g'ri keladi. Va Yandex bilamizki, u necha yillik kompaniya, ya'ni uzoq yillardan beri unda ishlab kelayotgan marketing taktikalar, strategiyalar, mutaxassislar yig'ilgan va bu narsani ishlatishyapti. Bu juda ham zo'r va O'zbekiston uchun ham bu narsa zo'r yangiliklar. Masalan, oddiygina marketplace'lar mavzusini bir chetga surib, oddiygina Instagramda onlayn magazin yuritadigan sotuvchi ham o'sha promokod qanaqa ishlashi, bunaqa narsalardan qanday foydalanish, brend qanaqa ta'siri borligi va marketplace'lar orqali o'zini tovarini onlayn reklama qilib turib, sotish qanaqaligini tushunib boryapti. Va bu bizani offline da shuncha yillardan beri yig'ilib kelgan tajribali sotuvchilarni fikrlashiga yaxshigina ta'sir qilyapti. Va o'zini bir paytda o'zida onlayndagi yangi qahramonlarni ham kashf qilyapti.
Chunki Uzum Marketda ham, Yandexda ham ko'radigan bo'lsangiz, sotuv analitikalarida albatta eski oldindan ishlab kelayotgan biza tanigan brendlar va ular bilan tengma-teng kerak bo'lsa, yangi qahramonlar ham ko'payapti. Albatta. Bu degani onlaynda siz вполне oq qog'ozdan ish boshlayapsiz. Oq qog'ozda xohlasangiz san'at asari chizishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam prosta tak ruchkani bulab o'sha oq qog'ozni rasvo qilib qo'yishingiz ham mumkin. Va bu uchun albatta men o'ylayman, opit kerak, bilim kerak va shu sohani o'rganish kerak deb o'ylayman. Va albatta marketplace bilimi, ilmi shunaqa narsaki, shu sohada siz non topishingiz uchun, ya'ni 1 so'mingizni 2 so'm qilish uchun bu sohani hech bo'lmaganda ba'zi bilimlarni o'rganish kerak. Masalan, siz bilan mana shu sohalar yo'q edi va Uzum Market, undan tashqari boshqa O'zbekistonda nomi unchalik ham chiqmagan boshqa marketplacelar ham albatta ko'p edi. Alif, Zutmo, Olcha va boshqa marketplacelar ham marketplace hisoblanardi. Albatta. Uzumdan oldingi davrga qaytadigan bo'lsak, odamlar asosiy kirib chiqadigan onlayn platformasi bu OLX edi. OLXda esa bilamizki, moshenniklar ham bor, realniy tovarini, uyda bekor turgan tovarni sotmoqchi bo'lgan odamlar ham bor yoki primoy OLXda savdo qiladigan sotuvchilar ham bo'lgan oldin ham. Ya'ni bu kasb juda ham yangilik emas edi. Lekin marketplacelar kirib rivojlantirdi va hozir o'ylaymanki, oxirgi 5 yil, 10 yillikda bu soha menimcha o'lmaydi. Marketplacelar xo'p, yangi bozorlarni shakllantirgandan keyin albatta masalan offline bozorda ham olib sotar bor, ishlab chiqaruvchi bor, mahsulot ta'minotchisi bor yoki prosta o'tirib tayyor mahsulotni, kelgan mahsulotni sotuvchi sotishi mumkin. Ya'ni o'sha do'konga sotuvchi sifatida ishlashingiz mumkin. Ya'ni yo'nalishlar ko'p demoqchiman. O'rtakashlar oldinlari bo'lardi, dallollar, ular o'zi eskirgan temalar. Uzum Marketda qanaqa yoki Yandex Marketda qanaqa yo'llari bor o'zi daromadlar qilishda? Haqiqatdan mana ko'pchilik o'ylaydi, marketplace'da o'sha Yandex yoki Uzum Marketlarda faqat pul tikkan holatda mahsulot sotishimiz mumkin deb o'ylashadi. Bu narsa albatta noto'g'ri. Ya'ni siz marketplace'da faqat tovar sotish emas, balki o'z xizmatingizni ko'rsatish orqali ham daromad topsangiz bo'ladi. Misol men o'zimda shunaqa bo'lgan. Ya'ni boshida o'sha Uzumga kirgan paytlarimda kam summa bilan, ya'ni o'sha $100 bilan kirganman, ochig'i. Va undan keyin daromadni oshirish maqsadida men o'z xizmatimni o'sha ishlab chiqaruvchilarga taklif qilib kirganman. Ya'ni nima demoqchiman? Agar siz o'sha marketplace sohasida tajribangiz bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi, optik yoki umuman qo'lida pul bor odamga siz o'z xizmatingizni taklif qilishingiz mumkin. Bu marketplace menejer deyiladi. Ya'ni ularning tovarlarini siz marketplace'ga joylagan holatda savdolar qilishingiz, albatta mahsulotlar sotishingiz mumkin bo'ladi. Bu orqali siz qo'shimcha daromad va yoki bo'lmasa o'sha оборотdan foizlar olib daromad qilishingiz mumkin. Ya'ni hech qanaqa pul tikmasdan va hech qanaqa risklarsiz, albatta. Bu ham hozirgi kunda juda rivojlanib boryapti. Ko'pchilik Uzumda savdo qiladigan yoki umuman ishlab chiqaruvchi yoki optiklarda o'sha marketplace menejeriga bo'lgan talab haqiqatdan yuqori, lekin marketplace menejerlari juda kam. Chunki hali bu soha bo'yicha rivojlanish bo'lmayapti. Ko'pchilik o'sha marketplace'da faqat tovar sotish kerak ekan, pul tikishimiz kerak ekan degan tushuncha ozgina to'sqinlik qilgan. Lekin bu narsa noto'g'ri. Marketplace menejeri bo'lib ham bemalol daromad topsangiz bo'ladi. Men o'zim dastlab boya aytganimdek o'sha o'z xizmatimni sotish bilan boshlaganman. Agar oramizda kuzatuvchilarimiz orasida marketplace bo'yicha tajribasi bor sotuvchilar yoki umuman savdo qilayotganlar bo'lsa yoki savdo qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, albatta o'sha marketplace menejeri xizmatini ham yo'lga qo'yib xizmat ko'rsatsa bo'ladi o'sha Uzumda savdo qilmoqchi bo'lgan sellerlarga. O'zi bilasiz, Muhammad, bizda anchadan beri bu narsa shakllangan. O'zingiz ham bu narsani ancha qilasiz. Agar bizani kuzatayotganlar orasida kimda-kim, misol uchun, siz do'koningiz bor, uni Uzumga joylamoqchisiz, lekin qanaqa joylashni bilmayapsiz yoki bo'lmasam boshqa taraflama. Sizda kasbni o'rgandingiz yoki o'rganmoqchisiz endi, lekin hali ish topolmayotgan bo'lsangiz, sizlar bemalol birlashsalaringiz bo'ladi. Ya'ni bunga biz ham yordam berishga harakat qilamiz doimiy. Ya'ni bizda kasb o'rganganidan keyin uni o'sha sohaga kirib olish uchun qo'ldan kelgancha albatta ko'maklar ham beramiz. Ya'ni bizga sellerlar murojaat qilishadi, bizga xodim kerak deb. Boshqa tarafdan esa xodimlar murojaat qiladi, bizga do'kon, partnyor yoki investor kerak deb.
shu narsani birlashtirish mumkin. Ya'ni siz ham agar sotuvchi bo'lsangiz yoki xodim bo'lsangiz, bemalol kommentariyalarda yozib qoldiring. Sizga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Va shu sohada o'zingizni daromadingizni topish va o'sha sohani vakili bo'lish yoki bo'lmasam shu kasbni rivojlantirib o'zingizda shu kasb orqali daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing. Haqiqatdan mana marketplace menejeri deyapmiz. O'zi marketplacedan kirib kelishi ko'p sohalarni ochib berdi. Ya'ni bu o'sha marketplace menejeri, undan tashqari grafik dizaynerlar mana ya'ni o'sha mahsulotligi sifatli infografikani chiroyli rasmdan tayyorlab berish va undan tashqari fotostudiyalar rivojlanib ketdi. Ya'ni bu yerda o'sha fulfillment, ya'ni mahsulotni upakovka qilib berish xizmatlari ham juda ham rivojlandi. Bu o'sha marketplacelarni kirib kelishi bir qancha sohalarni rivojlantirdi va albatta ko'pchilik aholi albatta ish bilan ta'minlandi, ya'ni shu marketplacelarni hisobiga. Juda ham o'rinli narsani aytdingiz. Oldinlari misol uchun fotostudiya deganda odamlar ko'pincha to'yda rasmga tushish, shunaqa narsalar tushunilardi. Bu juda ham qiziq va hozirgi holatda уже kulgili, lekin oldinlari shunaqa edi. Ya'ni bozorda уже talab yo'q edi. Ya'ni mahsulotni rasmga olib uni joylashtirish qayerdadir, bu xarajat qilinishi kerak bo'lgan tushunchadek tushunilmasdi. Va hozirgacha ham ba'zi sotuvchilarda shunaqa fikr bor. Agar sizda ham shunaqa fikr bo'lsa, buni o'zgartirishingizni so'rab qolaman. Nimaga? Sababi siz mahsulotingizni yaxshi sotuvi bo'lishi uchun siz uni yaxshi raspakovka, ya'ni ko'rinishini yaxshi holatga keltirib klientga ko'rsatishingiz kerak. Oddiy tilda aytadigan bo'lsak, mahsulotingizni faktiski sotib beradigan narsa bu uni rasmi va ma'lumotlari. Keyingi o'rinda albatta o'sha narxlar, odzivlar va boshqa masalalar bo'lishi mumkin. Lekin baribir ham kontent juda muhim. Albatta. Oldinlari shunaqa fikr, tushuncha bo'lmagani uchun ham deb o'ylayman. O'zbekistonda oddiy Telegram orqali, Instagram yoki boshqa platformalar orqali sotuv rivojlanishi qiyin bo'lgan. Oldinlari eslasak, hozir mani ko'z o'ngimda ketayotgan jarayonda, misol uchun, mahsulot kontenti deyarli eng katta foizda hozir Uzum yoki Yandex yoki Wildberries sotuvchilari mahsulot kontentini ishlab chiqaryapti xolos deb o'ylayman. Chunki misol uchun onlayn magazinlar yoki boshqa do'konlar, platformalar O'zbekistonda kontent ko'p ishlab chiqarmaydi. To'g'ri. Bilamizki, Yevropada, Rossiyada, Amerikada onlayn magazinlar tinmasdan kontent ishlab chiqaradi. Gektarlab joylarda studiyalar bor va bu narsa onlayn sotuvni oshiradi. O'zbekistonda bu narsani yaxshiroq, yana ham chuqurroq tushunib yetishsa, men o'ylaymanki, albatta endi hozirgi paytda o'sha sun'iy intellektlar rivojlandi, lekin baribir ham sun'iy intellektga mahsulotingiz rasmi bo'lishi uchun uni o'zingiz bazaviy fotostudiya orqali o'tkazib olishingiz kerak bo'ladi. Gaplaringiz to'g'ri, haqiqatdan, ya'ni undan tashqari mana marketplace menejering, grafik dizayner yoki fulfillment deyapmiz. Mana investorlik bor, bu ozgina murakkabroq, ya'ni nima demoqchiman, puli bor odamni pulini olgan holatingizda siz mahsulotlarni sotuvni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi va siz o'sha foydadan qanchadir qismini o'sha investorga berishingiz kerak bo'ladi. Bu ham albatta sizni daromadingizni oshiradi, lekin bitta ozgina nojoyi bor, bu o'sha ozgina ehtiyotkorlik bilan, mas'uliyat bilan risk bo'yningizga olgan holatingizda bemalol siz marketplace'da savdolarni amalga oshirishingiz mumkin. Albatta shu o'zingiz tushungan, bilgan va o'sha qiziqqan yo'nalishingiz bo'yicha kiradigan bo'lsangiz, yaxshi natijalarga erishishingiz mumkin. Investorlar ham o'sha kutuvlarni oqlash mumkin shu orqali. Albatta undan tashqari bemalol istalgan odam o'zi pul tikish orqali kam mahsulot joylab borib ham Uzumda savdo qilsa yoki Yandexda savdo qilsa bo'ladi. Umuman olganda marketplace'larda hamma ham birdaniga tayyor holatga kelmagan. Juda ham ko'pchilik, tim bo'li hozir offlayndan onlayn formatga ozgina o'tish jarayoni ketyapti. Ya'ni ko'chmanchilik deydi-ku, shunaqa jarayon ketyapti va bu jarayonda bemalol siz ham, yangi sotuvchilar ham o'tib shu sohaga kirib olsa bo'ladi va byudjetlari o'zi tikkan holatda, deylik, menga o'xshab oyligidan ajratib, ya'ni o'sha vaqtda biz ham o'zimizni oyliklardan ajratib shu sohaga qadam qo'yish uchun kerak bo'lsa o'sha dam olmasdan yoki bo'lmasam o'sha развлечение, ya'ni ko'ngil xushlikka pul ajratmasdan uni o'rniga shu sohaga kirishga va kelajakka investitsiya qilishga harakat qilganmiz. Va shuni orqasidan kam byudjet bilan ham yaxshi natijalarga erishib kelyapmiz.
Va bu hozirgacha ham bemalol dostupni va keyinchalik ham shunaqa bo'lib boradi deb o'ylayman. Undan tashqari, keyinchalik sizda investorlar bilan ishlashga va menejerlik bir paytda o'zida qilishga ham imkoniyat paydo bo'ladi. Chunki o'zingiz pulingizni aylantirib bildingiz, uni o'zingizda bo'lgan mas'uliyatni oqladingiz va boshqani ham mas'uliyatini bemalol oqlashga o'zingizda kuch topsangiz bo'ladi. Va bundan tashqari yana qo'shimcha qilib o'taman, Uzum Market, Yandex Market, Wildberries istalgan marketplace'da siz yana qo'shimchasiga offlayndagi sotuvingizni aynan onlaynga ko'chirib o'tkazish imkoniyatingiz ham bor. Ya'ni bu fishkadan juda ham ko'pchilik hozir foydalanmayapti. Lekin Rossiya, Xitoy yoki Yevropani optidan oladigan bo'lsak, u yoqda sotuvchi savdodan tashqari paytida klient qachon kelishini kutib o'tirmaydi. To'g'ri. Ular yoki do'konida mahsulotini tozalab, qanaqadir saranjomlab, chiroyli bezatib qo'yib yoki polkalarga to'g'ri joylashtirib o'tiradi, yoki bo'lmasam onlayn platformalardagi sotuvlari, zakazlarini obrobotka qilish bilan shug'ullanadi. Va ularning deyarli ish vaqti o'sha bilan o'tadi. Ya'ni bizani bozorlarda bu narsa singib ketgan. Agar sizni ham do'koningizda shogirdlaringiz yoki bo'lmasam ishchilaringiz shu bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, sizga hoziroq marketplace'ga o'sha shogird yoki ishchilaringizni o'tkazib qo'ying. Bu qo'shimcha sotuvlar degani. Hozirgi paytda misol uchun shunaqa o'quvchilarimiz, shunaqa tanishlarimiz bor. Offlayn savdosidan onlayn savdosi oshib ketgan. Albatta. Lekin o'zi buni olib qarasak, u onlayn savdo qilish hobbi sifatida, ya'ni o'sha asosiy ish jarayoniga qo'shimcha sifatida ochilgan o'zi boshlanishda. Lekin rivojlantirib, o'shanga diqqat qaratib, do'konni ham chetga surib qo'ymasdan albatta, u do'konida ham, onlaynida ham zo'r savdolarga yetib kelyapti. Va mana shu 4 ta, 5 ta yo'nalishlarda bemalol marketplace'larda daromad qilib bo'ladi deb o'ylayman. Albatta. Menimcha bu gaplarimizdan keyin odamlarning fikri o'zgarsa kerak. Ya'ni o'sha marketplace'da faqat boya yuqorida aytib o'tganimdek, faqat pul tikishimiz kerak yoki tovar sotishimiz kerak degan tushuncha emas, balki bir qancha yo'nalish bo'yicha ham bemalol daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Muhammad, suhbat menimcha hammaga foydali bo'ldi. Albatta. Kuzatayotgan odamlar faqat bu ma'lumotlarni eshitib, informatsiya sifatida emas, uni yana ham olib, ustida o'ylab ko'rib va amalda qo'llashini men xohlab qolardim. O'ylaymanki, raqamlar va yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarimiz odamlarga ancha asqotadi. Bu xoh yangi seller bo'lsin yoki umuman bu sohaga prosta informatsiya olish sifatida kirgan odamga ham ancha foydali ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat, sizga ham kattakon. Rahmat. Yana bunaqa suhbatlarni bo'lishini xohlasangiz, agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, reaksiya qoldiring, like yoki kommentariya qoldiring. Biza shundan qarab bilishimiz mumkin. Bu biz uchun Muhammad bilan birgalikdagi birinchi videomiz, ya'ni ma'lumot almashinuvi sizga foydali bo'lgan bo'lsa, biz bu formatda davom ettiramiz. Va o'zingiz reaksiyangizni qoldiring. Uzum Market yoki Yandex Market bo'yicha sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, batafsil ma'lumotlarni shu video ostida silka qoldirdik. O'sha silka orqali o'tib olishingiz mumkin va bizani operatorlar sizlarga aloqaga chiqib, batafsil yana ma'lumot berib o'tishadi. Rahmat kattakon, Muhammad. Rahmat. Charchamang, ishlaringizga omad.